5. qism. Pishkal odam baloga yaqin, yomon xotin taloga yaqin degandek, bu pishkalchilikning mening bishimga kelganini deyman. İntizorga ko'yib yurganlikim rost bo'lsa-mu, lekin bundaq avorchilik ekanligini o'ylamabdi ekanman. Bo'ptila. Yalang oyoq suvdan qo'rqmabdi deb men nima qila olaydi? Qani, bishimga qandaq ishlar keladi, ko'rib boqmaymanmi? Ta'lim kelib, ishlarim o'ng'a tortib qolsa ajab emas. Men shularni xiyol qilib, shirkatdan chiqib turishimga noma'lum bir nomerdan telefon keldi. Voy, yaxshimisiz? Men salom qilib bo'lishimga telefondan intizorning chalvoqib so'zlagan ovoz anglandi. Mening salomlarimni e'tiborsiz qolgan edi. Nima ish qilyapsiz? Akşam men sizga shirkatdan bir haftalik ruxsat so'rab, qaytib chiqing. Xalq ishlari idorasiga berib to'y xita olamiz degan edim-ku. Nalarda yuribsiz? Tez keling. Uning bu buyruqlarini anglab, g'ujida achchig'im kelgan bo'lsa-mu, o'zimni tutib oldim. Mana shirkatdan hozir chiqdim. Sizning o'rningiz nerede? Dedim o'zimni tutib olib. Nerede bo'ladi? Xalq ishlar idorasiga ketib borman. Ashu yerda ko'rishaylik. O shundoq debla mening javobimni kutmasdan telefonni qo'yib etdi. Anangni nimanga yo'qolib qilsa? Har qancha liderning qizi bo'lsangmi, yolg'ondan bo'lsa-mu mening xotinim bo'lish oldida turibsan. Qani, avval bir to'y qilib olay. U chog'da qanday qilamanki? Men shundoq deb o'zimga pichirlab, ichimdagi ochiqni pasaytib, kichik mashinadan birini to'sib, xalq ishlar idorasiga yurib ketdim. Shirkat bilan u yerning orliqi ancha yiroq emas bo'lib, men kelib turishimga intizormi Mazda markali qizil rangli mashina haydab yetib keldi. Darvoza oldida bizga o'xshash to'y xita og'il kelganlar xeylijiq bo'lib, hammalarning ko'zidan havas va hasad o'tlarini chaqnatib ichiga kirib ketdik. U bugun jigarrang kostyum burilib kiyib olgan bo'lib, bo'yiga bakli yarashqa edi. Albatta, u har qanday kiyim kiysa shundoq yarashatdi. U to'y xita bijirdiganlar bilan oldin kelishib qo'ygan bo'lsa kerak. Ancha hayal bo'lmayla ishimizni bitirib qaytib chiqdik. Haqaçan rasmga tushmayli qandoq to'y xita oldinglar deyishinglar mumkin. Hozirgi bu to'r davrida nima ishlarni qilg'il bo'lmaydi deysizlar. Faqat ikkimizning ayrim tushgan ikki parcha rasm bo'lsa bo'ldi. Balkim faraz qilib bo'lgansizlar. İntizorning bu turqida ikkimiz bir yerda rasmga tushsak, to'y qilish uchun tushgandek emas, bir-birimizga qiydab, ajrashish uchun tushgandek tushib qilishimiz aniq edi. Shunday qilib, to'y xiti elib, 2 kunning ichida to'yimizni qilib etdik. Uning deyishida oddiylik qilamiz degan bilan to'ydan xabar tepib kelganlarmi xeylijiq edi. Garchi men tarafdan odam kammagan bo'lsa-mu, shirkatdagi xizmatdoshlarim yolg'izligimni chandurmadi. To'yimizni bak hasham qilmasaqmi, yanala mening ko'nglimdagidek to'y bo'ldi. İntizor oppoq to'y ko'ngliki kiyib mening yonimda turardi. Shundaqla mehmonlarning oldida ikkimizning yolg'ondan to'y qilganligimizni chandurib qo'ymaslik uchun pat-pat meni qo'ltiqlab olgandan sirt yolg'on tabassumlarini mendan ayab qo'ymadi. Bizning to'y ishimizdan toki to'y kuni bo'g'icha shirkatdagilar xabarsiz edi. Chunki hammasi Soniyaning bilib qolmasligi uchun edi. Lekin to'y oxirlashib, mehmonlarni uzitib qaytishga taraddud qilayotgan vaqtimizda restoranning eshigi oldida bir qora rangli mashina to'xtab, uningdan Soniya bilan badaniga qalayimqan gul chekib olgan Talat So'rin bir necha aylan kirib keldi. Ko'nglim bir shumliqni sezgandek badallarim shurkinib ketdi. Chunki Soniyaning man qaragan ko'zlaridan odamni shurkandirgudek sovuq nur chaqnab turardi. Restoranning ichida qiz qo'ldosh va yigit qo'ldosh bo'lib 10 nechila odam qolgan edik. Mardonlidir Soniyani ko'ribla jiddilashishga boshladi va ishtik uning oldiga bordi. "Hoy, siz nimaga keldingiz?" dedi, bizlarni anglab qolmasin degandek bo'sh ovozda. Lekin mening butun diqqatim ularda bo'g'achqa qilishgan paranglari qulqimga kirib turardi. İntizorning bo'lsa, Soniyani ko'ribla chiroyi bulutli osmondek tutilib ketgan edi. Mushunda qutlug' to'y bo'layotgan yerda
tabriklab kelmasam qandoq bo'ladi? Garchi chaqirilmagan mehmon bo'lsam-mu, yuzimni poloda qilib kelaverdim. Qaraganda kechikib qolgan o'xshayman. Hech qisi yo'q. U shundoq deb yindiki bo'yi egiz, ikki bilikiga suvari chektirib olgan, chechini olsiriq bo'yi olgan, kiyinishlari g'alit bir yigitga ishorat qildi. U yigit qo'lida ko'tarib olgan qog'oz qopni uningga berib, yana joyiga qaytib qo'l qo'yishtirib qarab turdi. Mana bu mening to'yinglarga ozgina bo'lsa-mu so'g'itim. Buni yigitdan boshqalarning echib ko'rishiga ruxsat yo'q. Saniya shundoq deginicha qo'ldagi qopni ko'tarib mening oldimga keldi va menga mansitmagandek miqida kulib qo'yib qopni qo'limga tutqizdi. Muborak bo'lsin. Garchi sizni tanımasammi, sizning o shirkatda ishlaydiganligingizni bilaman. Esimda qilishcha, necha kunning oldida biz ko'rishgan-ku deyman. Bu mening sizga sovg'am bo'lsin. Lekin esingizda bo'lsin, buni faqat o'zingizla ichib ko'ring. Bumi sizga yaxshi bo'lsin uchun da'vatdaman. U shundoq da'vatib, intizorning yindi turgan Tursunayga qarab qo'yib, kayniga o'rilib chiqib ketdi. Uning menga gap qilgandek turqi bakli sirliq edi. Bu sovg'atni faqat o'zingizda ko'ring deginiga qaraganda, buningda menga munosabatli bir narsa badaq qiladi. Uyga qaytish oldidagi xushal kayfiyatimiz nalargadir g'oyib bo'lgan edi. Sorundagi ba'zilar Soniyaning qanday odamligini bilsa-mu, lekin Mardan Lidirning qiz ekanligini xiyolligimga keltirib qo'ymaydi. Lekin Mardan Lidirning uningga nimanchola takalluf qilib ketadiganligiga hayron qolgandek, birdam chiqib ketib qolgan Soniyaga qarasa, birdam ilojsiz ahvolda qolib qolgan, peshonalaridan tar qo'yilib ketib qolgan Mardan Lidir qarishib, mening qo'limdagi bo'loqqa qiziqsinib bo'yindab qarashatdi. Hammadan bakrak qo'limdagi sovg'atlik qiziqqini Tursunay, intizor va Mardan Lidirlar edi. Biz mehmonlarning qoldiqini yo'lga silvatgandan keyin qiz va yigit qo'ldoshlarimizning hamrohligida yaqinda Mardan Lidir bizning to'yimizga atab ilib bergan uyimizga yurib ketdik. Tursunay bilan intizorning butun isyodi mening qo'limdagi sovg'atlikda bo'lsa kerak. Uyga kirgan amalla u mening qo'limni yetilab hujraga kelib kirdi va kiribla qo'limdagi sovg'atlikqa isildi. Lekin men uningga berishni rad qildim. Akilingga ko'rib boqay, dedi u qat'iylik bilan ko'zimga tikilib qarab. Kechiring, bu mening shaxsiy ishim. Boshqalarning menga bergan sovg'atini sizga ko'rsatishim toza oqnonlik emas-ku deyman. Uning ustiga u faqat mening ko'rishimni aytgan, dedim men rad qilib. Sizga deb qo'yaysiz-ya. Bugundan boshlab mendan har qanday maxfiyatlikni yo'shirsangiz bo'lmaydi. Hozir ikkimiz bir kiyimida. Menga bir ish bo'lib qolsa, sizmi qechib qutlanmaysiz. Qaraganda Saniyani siz texi to'liq tushunmaydigan o'xshaysiz. U butun jahli bilan bizni vayron qilmoqchi. Uning qanday odamligini men tushunaman. Qo'lingizdagini tez menga bering. U shundoq deginicha qo'limdagi sovg'atlikni tatib elibla uning ichini ichib, bir tal qizilranglik galassukni qo'liga oldi. Qopning ichida uningdan boshqa hech nima yo'q edi. U galassukni o'rib-cho'rib qarab, hech narsani bayqamagandan keyin zarda bilan lo'mlim karvatning ustiga tashlab qo'yib, mehmonxona uyga qo'ldashlarning qishig'i chiqib ketdi. Qaraganda Soniya bizni ahmoq qilgan bo'lsa kerak. Qiz yigit qo'ldashlar bizni uyga akirib qo'yib, hayal bo'lmayla to'y kechimizning shirin bo'lishini tilab qaytib ketishdi. Bugun to'y ko'ynak intizorga shundoq yarashgan bo'lib, uning qaragan siri o'zimni kontrol qilish darajasidan olqib ketgan edim. U qo'ldashlar ketib bo'lish amalla asli holatiga qaytdi. Siz yonda ko'chirdi uxlang. U shundoq deginicha yotgan ko'plarimni qo'ltiqlatib qo'ydi. Xotin, bildi uxlaylichi. Gapimning oxiri chiqib bo'lishiga u atgan yostiq beshimga kelib tegdi. Yana shundoq deydigan bo'lsangiz, menda yomonlamang. Sizga deb qo'yay, hargiz unday xiyolda bo'lmang. Agar erlikingizdan ayrilib qolmay deysangiz, ikkinchi mening hujramga yiqilashqchi bo'lmang. U shundoq deginicha yostiqning ostidan
20 santa uzunluqda bir pichoqni ilib menga ko'rsatib qo'ydi. Yo bana, er kishining o'zi-ku bu. Qaraganda yana ko'rdigan kunlarim bor o'xshaydi. Gerçi uning bilan karvatga chiqmasammi, bir hujrada uning hidini purab uxlayman deganlarim tush o'xshaydi. Mendek yüz yechilmagan bir yigitga intizordek bir sahip jamal bilan bir uyda turish o'ng'aymi? Hey. Endi yandagi uydagi uning nafaslarini anglab uxlamoqdan boshqa amal yo'q edi. Men u belgilab bergan yotoq uyga kirishimgila yonfonimga noma'lum bir nomerdan telefon kelib, telefonni elishimgila uningdan Soniyaning ovozi anglandi. Qandaq qizna? To'y kechisi yaxshi o'tayotgandi. Balki men avatgan so'g'atni toza yoqtirmagan bo'lishingiz mumkin. Lekin tafsiliy qarasangiz yoqtirib qolasiz. Men birsiga so'g'at tayyorlasam, hargizmi oddiy so'g'at tayyorlamayman. So'g'atimni ko'rib bo'lib, soat 12:20 da ikkilar ko'rishgan oshxonaning ayrimxonasida meni saqla. Soniya, siz nima qilmoqchi? Lekin bu chaqda savolim javobsiz qolgan bo'lib, o telefonni qo'yib etgan edi. Uning gapidan qaraganda, men so'qigan galastukda bir sir badaq qiladi. Galastuk bayatin intizorning hujrasida qolgan bo'lib, uningda qandaq maxfiyatlikning yo'shirilganligiga qiziqib, uning hujrasining oldiga kelib eshikni ichtadim. Eshik ichidan ilinmagan bo'lib, intizor uxlash kiyimini almashtirish uchun hamma kiyimlarini silib o'tib, girim ustiga o'rinlashtirilgan yo'g'on aynak qarab, badan go'zalligini tomosha qilayotgan bo'lsa kerak. Eshikning ichilganligini ko'rib, keyniga qancha tiz qaragan bo'lsa, shuncha tezlik bilan qizil rangli uxlash kiyimini badaniga o'rab, girim ustidagi bir quti atirni manqartib g'azab bilan itib vaqirdi. O'likchak, seni o'ldirib etaman. Bu vaqtda men uning badanidagi uyatliq yerlarini ko'rib bo'lishga ulgurgan edim. U qo'liga atirni olgan vaqtda o'zimning yotqiga qochib chiqib bo'lgan edim. U bir tarafdan meni tillag'ach, hujrasidan chiqib, men yotgan hujraning oldiga kelib, eshikni kuchab ittirdi. Elim yaxshi kiribli eshikni ichidan taqib olgan edim. Eshikni ocha, o'likchak. Mening badanimni marashqib